Toshkent shahridagi ayollar salomatligi markazida Yaponiyadan O'zbekistonga klinik tibbiyotga postbiotiklarni joriy etish tajribasi va istiqbollari mavzusidagi anjuman tashkil etildi. Unda yurtimizdagi malakali shifokorlar, xorijiy mutaxassis hamda ilmiy izlanuvchilar ishtirok etib, dolzarb mavzularda muhokamalar olib borildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson ichaklarida 100 trillionga yaqin bakterial mikroorganizmlar mavjud. Bu faktning o'zi ichak florasining naqadar muhimligini ko'rsatadi. Biroq turli sabablar bilan organizmdagi foydali qismlar va hujayralar o'z xususiyatini yo'qota boshlaydi. Ularni jonlantirish va sog'lom ushlab turish uchun postbiotiklar zarur. Aynan postbiotiklar immun tizimini modulyatsiya qilishga yordam beradi. Bu esa infeksiyalar va yallig'lanish xavfini kamaytiradi. Shuningdek, ular sog'lom ichak to'sig'ini saqlashga hissa qo'shadi. Ushbu jarayon esa zararli moddalarning qon oqimiga kirishining oldini olish uchun juda muhimdir. Tashkil etilgan suhbatda ham har bir ma'ruzachi o'z yo'nalishida muhim tajribalarga to'xtaldi. Ushbu jarayonni mikrobiologiya yo'nalishida o'tkazilgan katta qamrovdagi konferensiyaning davomi sifatida ko'rish mumkin. Birgalikda ichak biotinozi va mamlakatimizda yangilik bo'lgan postbiotika muammolari bo'yicha tajribalar almashishga qaratilgan mahorat darsi desak bo'ladi. Yaponiyalik spiker va mahalliy shifokorlar, xususan pediatrlar, akusher ginekologlar va boshqa mutaxassislarni jamlab, mamlakatimizda ayollar, bolalar va o'smirlar salomatligini yaxshilash uchun postbiotiklar va probiotiklar ustida olib borilayotgan tahlillarga to'xtalindi. Yana bir jihat, sohaga e'tibor davlat rahbari boshchiligida yanada ortmoqda. Aynan tajriba, ta'lim va amaliyotni chuqur integratsiya qilishga qaratilgani sohalarni bog'laydi. Chunki har qanday kasallik kichik qism bilan cheklanib qolmaydi. Yaponiyalik mehmonimiz ham ushbu yo'nalishda yangi texnologiyalarni tatbiq etishda to'xtamasligimizni alohida ta'kidladi. Mutaxassis sifatida aytamanki, reproduktiv salomatlikni ta'minlashda faqat o'z yo'nalishimizda chegaralanib qolmasdan, balki boshqa tarmoqlarda uyg'unlashishimiz zarur. Ma'ruzalar davomida sohaga tatbiq etilayotgan yangi mahsulotlar, ularning afzalligi, yangi avlod texnologiyalari, xorij tajribasi va ularni O'zbekistonga tatbiq etish borasida taqdimotlar qilindi. Men Yaponiyaning Fukushima universiteti klinikasida professor Sultonov bilan stajirovkada tanishganman va ularning taklifiga binoan bugun yurtingizga tashrif buyurdim. O'zbekistonga kelishimning sababi yurtingiz Markaziy Osiyoda shiddat bilan rivojlanayotgan davlatlardan biri. Xususan tibbiyot sohasida ham qator yo'nalishlarda rivojlanish uchun imkoniyatlar bisyor. Ushbu taqdimotimda reproduktiv salomatlikni ta'minlashda qanday qilib ilm-fan tajribalarini ishlab chiqishga tatbiq etish, tahlillar bilan sohalar kesimida ishlash haqida ma'lumot almashdik. Shuningdek, postbiotiklarning foydalilik xususiyatlari, ularning iste'moli va hamkorlik borasida muloqot olib bordik. Biz katta jamoamiz, o'ylaymanki, sa'y-harakatlarimiz imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishga va sog'lom jamiyatni yanada ko'paytirishga yordam beradi. Yakunda mutaxassislar ishlab chiqarilayotgan postbiotiklarning so'nggi avlodi, mikrobiologiya sohasidagi o'zgarishlar va hamkorlik borasida qator kelishuvlarga erishdilar. Diyorbek Abdurahmonov, Nurdavlat Ilyosov, Poytaxt.